Qanisiga kassetaga janonani yozishgan? Qanisiga yozishgan? Aytib bera olasizmi? Mana hozir kasseta turibdi ichida. Lekin telefondan ketyaptim. Ashula mana o'chiraman buni. O'chdi. Hozir endi kassetani chiqaramiz. Mana bu kasseta. Bu kassetaga bolalar sxema yig'ishgan, Bluetooth qurilmasi bor ichida. Ichida usilitel bor. Usilitel galovkaga ulangan mana oddiy magnitofonning galovkalari. Bu magnitofonda magnit maydon hosil bo'ladi, o'sha qo'shiqqa tebranishiga qarab turib. Bu galovka magnitofonning ichidagi galovkaga signal uzatadi. Natijada Bluetoothga ulangan telefon, o'sha telefondan qo'yilgan qo'shiqlar, ashulalar shu magnitofondan chiqadi mana. Mana hozir bosaman. Mana shu tarzda ishlaydi. Mana boshqa ashulaga qo'yishim mumkin. O'chirsam o'chadi mana. Kassetani chiqaramiz. Bunga ulangan, hozir boshqa hech narsaga ulanmagan. To'g'ridan-to'g'ri ulanishlar nolada yo'q. Hammasi o'zining kolonkasi ulangan bunga. Bu yerda hozir faqat magnitofon o'zining ishini qilaveradi mana. Oddiy kasseta qo'ysak ham ishlayveradi mana. Oddiy kasseta ingliz tili darsligi ekan mana hozir qo'yamiz buni. Mana ingliz tili darsligini mana qo'yapti hozir. O'chirib perimetga qilsak ishlaydi. Oddiy magnitofon bu. Bu yerda sxema yig'ilgan lentasi yo'q mana. Buni qo'ysak endi bu telefonimga xizmat qiladi. Chilonzor tumani 1-sonli kasb-hunar maktabi o'quvchilarining qilgan ishlari.